Endi bir eg'iz gap qilaylik, hurmatli vatandoshim. Men tuniga mush to'g'ri so'zlagan tamalliksiya chiqmay qopti. Meni demoqchi bo'lganim, siz qarab turinglar, chisla oyga. Biz o'tirdi kimning qayaga borgani, kimning qayadan kelgani bu ish biz uchun, bizning turmushimiz va yak siyosiy faoliyatlarimiz uchun ahamiyati zada qanchalik buni aytib bergili bo'lmaydi. Ham tagi-tagida yeshib chunqurlab turib tushundirgili bo'lmaydi. Masalan, nima deylar? Likochang Moskvada dedim men tunigan. O ben Peterburg faaliyet kılıvatıdı dedim. Bu nimişki tuyuksuzlar. Moskvaga Peterburg'a berip kaldı dedim. Sual koydum. Alexeyem'de çıkmaya kaptı. Enlikti karayla biz nereden başlayalım işte? 9. ayının 6. günü. 9. ayının 6. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işlakatı Mike Pompeo ne dedi? Biz bakıtım Uygur meselesini. Uygur'daki Nazarbent ve ceza lageri meselesini, kişilik hukuk meselesini, dini itikat meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu katımki yığınıda, yıllık yığınıda, umumi yığınıda, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınıda oturup koyumuz dedi. Dikkat kıldınız mı hürmetli vatandaş? Ben nemi de ensirdim del şu vakitte, o 6. günü Devlet İşlakatı Mike Pompeo şundak bayanat kıldı. 11. güne Cumhur hükümeti Amerika Koşmuş Ştatlardan Cumhur'a import kılıngan 16 xil tavarga koyulgan bajlı keçirim kıldı. 3 eliş karakterlik bajlı keçirim kıldı. Şuna denkili yine Amerika Koşmuş Ştatlardan yezigilik mesulatlarını setip alacak. Göç mesulatlarını setip elişti ve şundakla pırçak mesulatlarını setip elişti karar kıldı. Mening qo'rqunim nima desiniz, hurmatli vatandoshim, Xitoy mushundaq yo'l qo'yish orqali Amerika Qo'shma Shtatlarini yana ko'ndirib degidek yoki ishondirib degidek bu qatam Xinjiang masalasini, Xinjiangda Uyg'ur masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'tirib qo'ymaysan deb mushundaq talab qo'yam degandi. Shuning bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı bu o'ttirib qo'yish masalasini, Birleşken Devletler Teşkilatı'da o'ttirib qo'yish masalasini to'xtatib qo'yarmı deb andish qildim. Bunun sebebi nima, hurmatli vatandosh? Bu yil 6. ayning 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidan misli ko'rilmagan darajada Beijing'deki Tiananmen vakası hatırlaş faaliyeti elip verildi. Hatta şu vaqtda Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı Amerika Qo'shma Shtatlarından nime dedi? Soykırım dedi. Bundan 28 yıl 30 yıl burun yüz bergen Tiananmen'deki vaka kırgınçılık, soykırım dedi. Ya umumi kırgınçılık dedi. Asan gap emas, hurmatli vatandosh. Muş faaliyetlerini teşkil eden Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti şunun bilan billa andım köl faaliyetler mesela Uygurlarning derdini anlaş, Uygurlar bilan sözleşiş, Uygurlarni şu fursatda chaqirib ekilish yo'li bilan Amerika hükümeti Uygurga g'amxo'rlik qilib bir hafta degidek Uygur faaliyeti o'tkazdi Washingtonda. Lekin şu aralıkta bir iş gelip kaldı. Mesela Govingo'nun değişti bir iş nime? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Mike Pence yollaydigan doklad yoki so'zlaydigan doklad gelip kaldı. To'xtatib qo'yildi. Dal mushu kunlarda so'zlanishi kerak edi. Çünkü Govingoy shunday xabar bergan edi. Men sizlarga ham shunday leksiya qilgan edi, hurmatli vatandosh. Demek hazır Mike Pence'nin bu doklati, muavin prezident Mike Pence'nin bu doklati hazırgı iş to'xtab qoldi. Men yuqorqi leksiyada dedim, agar u yerda Amerikada ya qaysi bir bilim yurtida, bilim xazinasida e'lon qilishni to'xtatib qo'yib, bu qatim endi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yig'inida diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida Prezident Trump riyosatchilik qildi. Muavin prezident Mike Pence tushuntirdi dedi o, yuqori dedi o. Agar Mike Pence muavin prezident Mike Pence mushu tushuntirishni avval to'xtatib qo'ygan kishilik huquq doklati bo'lgan bo'lsa, bu ham qaltis ish bo'lib ketadi, hurmatli vatandoshim. Mening ansirishim bugun hozir o'zimcha bu oxirlashdi. Qanday oxirlashdi? Bugun mana 18 kun kelaryapti degan, 3 kundan keladigan kelaryapti, 5 kundan keladigan kelaryapti. Bu aralıkta Xitoy ehtimal buzg'unchilik qila olmasligi mumkin, hurmatli vatandosh.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining bu qatimqi faoliyatiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu qatimqi faoliyatiga buzg'unchilik qila olmasligi mumkin. Şuna şu nazarda hoş olib ketib bu xabarni sizga elib chiqdim. Agar Prezident Trump yoki muavin Prezident Mike Pence bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida Uyg'ur masalasi, kishilik huquq masalasi, diniy e'tiqod so'rinini kapolatga ega qilish masalasi to'g'risida dunyo umumiy yig'in 193 davlat qatnashgan yig'inda bu masala o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, qaltis ish o'tirg'i chiqqan bo'ladi. Ya'ni kelib Amerika Qo'shma Shtatlari demokratik dunyodagi birdan-bir demokratik davlatlar to'la bo'lsa-mu, lekin birdan-bir demokratik davlat deganda demokratik davlatning asosiy qonuniga, demokratik davlatning axloqiga amal qiladigan davlat. Amerika Qo'shma Shtatlarining og'zidan Uyg'ur masalasi umumyuzlik oldi o'tirib qo'yilgan bo'lsa, Allah Prezident Trump hukumatiga madad ato qil Allah. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo muavin prezident Mike Pence'ga salomatlik ato qil Allah. Nusrat ato qil Allah. Biz şundaq deymiz, şundaq deyishga haqliqmiz. Men Tungillatin so'zligimda bu bir mo'jiza. Va insoniyat tarixida bir mo'jiza. Uning ustiga nayta kuchli hukumat, nayta ishchan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi hukumati tarafidan Uyg'ur masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'tirib qo'yildi desa, bu katta ish, hurmatli vatandoshlarim. Katta ish bo'ladi. Endi hozir başlığı nima dedi? Mo'shuningdan avval dedi. Jungo hukumati to'g'risida xabar berganda nima dedi? Mo'shuningdan avval Jungo ba'zi davlatlarning bosh elchilari bilan ko'rishdi deydi. Diplomatlari bilan ko'rishdi deydi. Shu hamon yana meni esim keldi. Masalan, men sizlarga dedim, o'tgan kunlik siyamdilik qachon hozir Peterburgda ziyoratda bo'lib o'tdim. Qarang, 9-oyning 6-kuni, 9-oyning 11-kuni Jungo'la Amerika munosabati yaxshilandi degan xabarning tarqalishi, lekin Jungo'ning yo'l qo'yishi. Mushu masalalarni qo'shganda Li Keqiangning yugurib Peterburgga berishi, uning vazirlar uchrashishi, Rossiya, Xitoy vazirlarining uchrashganligi deyilgandimi, bu vaqt belgilangan vaqt bo'lmagandimi, tuyuqsiz mushundaq vaqtda, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'ini chaqirilishidan bir hafta burun degan Moskvaga berib bu faoliyatni qilishi zodi nima maqsadga? Men boshdan oxir sizlarga da'vataman, hurmatli vatandoshim. Bu masala Uyg'ur masalasi, Uyg'uriston masalasi, Uyg'uristonda kishilik huquq masalasi, bugungi va Uyg'uristonda davlat qurish masalasi, tarixdagi mushularning hammasini Rossiya oyoq osti qilib keldi. Rossiya yo'qotib keldi. 34-yil 1900 Rossiya askari va havo armiyasi va bostirdi. 1944-yil o'zi yordam qildi, ya'ni havo armiyasi va u armiyani Gomindanning armiyasi qilib ko'rishib bostirdi Uyg'urni. O'zi qo'llagan Uyg'urni askarlarni shundaq bostirdi. Torbetda Uyg'ur yoshlari yezib chiqdi-ku. Echitilgan torbetdan saqlab qo'ydimaya turdi bir daftarda. Shundaq bostirdi. Shuni deymanki, Uyg'ur masalasi, Uyg'uriston masalasi, Uyg'urning davlat qurishi va qurgan davlatlarning yo'qolishi masalasi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Dal mushundaq chaqda Amerika Qo'shma Shtatlarining eng buyuk prezidenti, navbatdagi eng buyuk prezidenti Prezident Trump Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir yig'in, ya'ni diniy e'tiqod to'g'risida yig'inga riyosatchilik qilinma, ya'ni shu yerda Uyg'ur masalasi, Uyg'urning kishilik huquq masalasi o'tirg'i elib chiqqan bu qaltis ish vatandoshim. Bu qaltis ish vatandoshim. Amerika xalqi sana Alloh madad bersin. Amerika xalqi seni Alloh qo'llasin. Alloh nusrat ato qilsin. Prezident Trumpning yana bir qatam prezident bo'lib saylanishi Amerika xalqi sendan kutimiz. Yana bir qatam prezident qilib saylab berishinglarni Amerika xalqi sizlardan kutimiz. Mana shu andisha degandim. Endi siz qarab baqing. Tunigan 17-kuni Amerika Davlat Majlisida guvohlik qilish yig'ini. Shanganlik Huang Jiping, Shanganlik He Yinshi, hozir He Yinshi Kanadalik,
Şundaq bolsa Şanganlı Xeyinşi hanım qatarlıqla guahlıqdan ötdi. Bu Amerikada tunji qatim emas, balki burun Şangan siyasi belgilenip bolgan. Lekin bu qatim, yani şundaq guahlık eçildi, guahlık beriş yig'ini eçildi. Asli Şanganda kişilik hukuk hal boldu, mesele hal boldu. Öz taqdirini o'zi belgilash, yani Xitoycha aytganda bir davlatni ikki xil tuzum bilan hal boldi deb qarab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari, lekin shunga diqqat qilingki, 8-ayning 31-kuni atrofida Xitoy hukumati Shenzhen shahriga askar to'pladi. Tanki Bronviklarni haydab keldi. Shenzhen shahri bilan Shanganning oralig'i 10 minut. Amerika Qo'shma Shtatlar, Amerika xalqi bu voqeani ko'rgandan keyin ishning undaq oddiy soda voqea emas ekanligini ko'rib yetib, bu qatim hamda Shangan siyosat qonuni burunqi asos qilgan asosda endi hozir yana qanday qonun ma'qullanadi, uning modda paketlari, modda asoslari va modda detallari qanday, uni oldimizda ko'ramiz. Diqqat qiling, 17-kuni Şangan meselesi deyli umumlaştırıp 18-kuni bugun Amerika ovozi kelgan xabar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump navbatda shu oldimizdagi hafta ochiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida diniy e'tiqod masalasiga riyosatchilik qilganda muavin prezident Mike Pence tushuntirish xarakterli nutq so'zlaydi dedi. Bunu deyli andan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ham bu yerdagi elib boradigan faoliyatlarda boshqa davlatlar bilan birlashib Jungoni ayplash.